Mana shu jo'jalarimiz 10 kunda chiqib ketadi egalariga. Yetib kelib qoldi joyiga. Mana jo'jalar. Altmış kunlik bo'lishdi. 60 kunlikka 600 gram. Endi ichida oshig'i ham bor. Kamrog'i ham bor. 50 100 gramgacha o'ynaveradi. Biri 550, biri 650, biri 600. Shunaqa o'rtacha hisobda. Shunaqa. Shu yoshgacha bo'lgan vaksinalarni qilib oldik. Sizlar bilan birgalikda ko'rdik. Mana har bitta betini tukugacha o'zida turibdi. Jo'jalar. Mana setka sharoitida mana shu dog'lar qolmaydi. Yer sharoitida hamma dog' qoladi. Bu o'zi dog' endi hech kimga kerak emasmi? Menga kerak. YouTube'ga qo'yilgandan keyin albatta podpiska bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz silkasini tashlab qo'yapmiz, qo'shilinglar. Bizda bir kundan 100 kunlikgacha bo'lgan jarayondagi Loman Sendi, keyin dominant, red, dominant Sussex qushlarida jo'jalari bo'ladi. Birinchi qo'ldan olasizlar. Mana shu Loman Sendi jo'jalarini ham bir kunlik sotishdi jo'jalarini ham zakaz olishda yo'lga qo'yganmiz. Loman Sendi zakaz bersalaring kolleksiyada qilib berilaveradi. Muammo yo'q. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Manzil Qo'qonda. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana jo'jalarimizni sifati. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum. Gambura vaksinasini qilib bo'ldik. 1000 ta jo'ja uchun o'shali qo'shnimizga, ukamga boqib beryapman dedim-ku. Lasota vaksinasini qilyapmiz 2 barobar. 1000 ta jo'ja uchun 2000 doza bo'lyapti. Hop. Lasota vaksinasini yozda, Lasota bronxit vaksinasini yozda issiq kunlarida ham tez qilib turasizlar. Esdan chiqmasin. Ko'p ta'kidlayapman ko'pchilikka. 2 barobar qilib qilinaveradi. 100 ta 200 taliga men tushuntiraman. Bu eng kichinasi 1000 doza bo'ladi, bundan kichinasi bor 100 dozaligi. Qilib turaverasizlar tezda. Esdan chiqmasin. Qanday katta bo'lyapti sendilarimiz. Hozir ichkariga kiraman. Ko'rsataman. Vaksina qilishdan oldin 2 soat suv sotiladi. Yozgi kunida uzog'i bilan 2 soat, bo'lmasa 1 soat ham yetadi. Ko'p suv sotmaydilar yozda. Mumkin emas. Men hozir 2 soatga bormadim, yaxshilab suv sotdim. Bankalarni yuvdik. Yaxshilab yuvib, qaynab sovutilgan suvga, issiq suv kerak emas, qaynab sovutilgan suvga vaksinani suvni ichida ochib beriladi. Sanchmas. Bolalarimiz yeyapti. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Kechagi vaksinadan keyin mana hamma yoqda ochib yubordik. Iloti vaksinasini qildik. Kecha YouTube'ga qo'ygan videoyimda. Endi buni qachon qo'yaman bilmayman. Tashlab qo'ydim.
Ariqqa ham suv berishni boshladik. O'rganish uchun hali o'zini idishiga ham berib turibmiz mana. Lekin bu yerda arabdan ham mana suvdan ketyapti, sekin o'rganishyapti ichishda. Video YouTube'ga qo'yilgandan keyin SMS yozishadigan o'sha kommentariya yozishadigan joyga Telegramda silkasini tashlab qo'yyapman. Yangi ko'rib turganlar bo'lsa, Telegram kanaliga ulanib olsalaring yaxshi bo'ladi. Savollarga, kasalliklarga qarshi javoblar bo'lib turadi shu yerda. Yo'latadan keyin albatta ertasiga yo'q. Vaksina bo'lgandan keyin ertasiga yo'q deb adashdim. Vaksina bo'lgandan keyin albatta vitaminlik suv beringlar. Vaksina yaxshi rivojlanadi. Vaksinadan keyin antibiotikli suv umuman berilmaydi. Mumkin emas. Yozgi kunida vitaminli suvni uzmay turasizlar. Lasotda bronxit vaksinasini tez 2 barobar qilib turaverasizlar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Ormanglar, parandachilarimiz, ishqibozlar, tinchmisizlar, salomatmisizlar? Rosa havo osib ketdi. 26-iyunni. Teylarni polni uborka qilib tozalab oldik. Ikkinchi partiyamiz xo'rozchalar. Issiq dim shahar. Bunaqangi issiqda albatta vitamin berib turish kerak tovuqlarga, jo'jalarga umuman. Bosib berish kerak mazza qilib. Sendilarimiz.